Taros xalqaro klinikasida triaj tizimida bemorlarni sortirovka tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda 3 ta chiziq bo'ladi. Birinchisi qizil, bu hayotiga xavf tug'diradigan holatlarda bemorlar to'g'ridan-to'g'ri reanimatsiya bo'limiga ko'chiriladi va o'sha yerda jonlantirish protseduralarini oladi. Uchinchi chizig'imiz bu yashil chiziq. Rejali ravishda murojaat qilgan bemorlar shoshilinch holatlar bo'lmagan holatlarda bu bemorlarga yo'naltirish, qayerga borish, qanday uchrashish uchun va shifoxona ichida orientatsiya qilish uchun yordam beradi. O'rtadagisi esa bu sariq chiziq. Sariq chiziq bu shoshilinch holatlar, hayotga to'g'ridan-to'g'ri xavf tug'dirmaydigan, lekin tezkor yordam talab qilgan bemorlar uchun qilingan. Buning uchun bizani klinikamizning birinchi qavatida alohida va maxsus shokka qarshi yoki birinchi tez tibbiy yordam xonasi shakllangan. Ushbu xonada barcha talablarga kerak javob beradigan asbob-uskunalar o'rnatilgan. Maxsus xonada shokka qarshi dori-darmonlarga tegishli to'ldirilgan shkaf mavjud, infuzion sistema mavjud. Mazkur xonada bundan tashqari bemorlarga qon bosimini o'lchash uchun asbob-uskunalar o'rnatilgan. Defibrillator turadi. Bu defibrillator stansiyasidan zudlik bilan kerak bo'lganda defibrillator bu yerdan olinib boshqa joylarga ham olib ketilishi mumkin, hattoki klinikaning tashqi hududiga ham chiqarilishi mumkin. Albatta, bu xonada markazlashgan tizimda kislorod o'rnatilgan. Ushbu kislorod 24 soat mavjud bo'lib, kerak bo'lganda barcha bemorlarga Bobrov apparat orqali beriladi. Klinikada xavfsizlik uchun xavfsizlik kodlar kiritilgan. Barcha telefonlarga kalta xavfsizlik kodlari qo'yilgan. Joriy qilish bo'yicha 3 ta rangli kod bor. Bu qizil kod, ko'k kod va oq kod. Qizil kod bu yong'in xavfsizligi bo'yicha yong'in degani, ko'k kod degani bu xodim yoki bemorni hayotiga xavf tug'diradigan holat va reanimatsiyaga muhtoj bo'lgan holat va oq kod bu kasallar yoki xodimlarga xavf tug'diradigan holatlar. Boshqa bir odam tomonidan yo boshqa tomondan mana shu narsalarni joriy qilish ham milliy akkreditatsiya talablariga kirgan.